yaxshılab salamlaşış hərəkət edəməm. Bir turub qucaqlaşıb görüşüm gərəkmədi, düşünmədim iş qılıb. Shahlo Salayevaning muxlislari uni kibrli deya ta'riflashmoqda. Samimiy emas ekansan, men o'ylaganim emas ekansan, o'ta kibrli ekansan. Shahlo Salayeva atrofida muhokamalarga sabab bo'ladigan holat yuz berdi. U Vanilla restoranida turmush o'rtog'i Veysel bilan ovqatlanib o'tirgan paytda bir muxlisasi kelib salomlashadi va samimiy tilaklar bildirdi. Veysel ham hurmat yuzasidan salomlashdi. Shahlo esa minnatdorchilik bildirib taomni davom ettirdi. Men ham sizlarga o'xshagan oddiy qizman. Ammo oradan biroz vaqt o'tib, o'sha muxlis Shahlo Salayevaning sahifasida kutilmagan izoh qoldiradi. Shahlo Salayeva u o'ylagandek emasligi va hattoki biroz kibrli ekanligi haqida yozadi. Bu gaplarga javoban Shahlo o'z sahifasida ochiq fikr bildirdi. Bugungi video murojaatim Rossiyada mehnat safarida yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Ayni kunlarda musofir yurtdoshlarimiz Rossiyadan turib O'zbekistonning Humo va Uzcard kartalariga pul yubora olmasdan kurs pastligi va shunga o'xshash turli xil muammolarga duch kelishyapti. Agar siz ham shu kabi muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, pullaringizni tezda mobil ilovasidan O'zbekistonning istalgan Humo va Uzcard kartalariga yuqori kursda osongina yuboring. Ilovani Play Market va App Store'dan yuklab oling. O'zim hammanam o'zini shaxsiy hayoti bo'ladi. Meni ideallashtirmanglar. Qadrli muxlislarim, men ham sizlar kabi oddiy insonman. Meni ideallashtirmanglar. Har doim ham hammaga bir xil kayfiyatda javob bera olmaymiz. Ba'zida insoniy holatlar, kayfiyat yoki vaziyat bunga ta'sir qilishi mumkin. U shuni ham qo'shimcha qiladi. Hozir u hayotining eng muhim va baxtli davrlaridan birida, yangi turmush, yangi bosqich ichida, eng yaqin insoni bilan sokin va qadrlangan onlarni yashayotgan paytda ba'zi vaziyatlar boshqacha kechishi tabiiydir. Shahlo ayniqsa uni boricha qabul qiladigan, ortiqcha talab qo'ymaydigan samimiy muxlislariga alohida rahmat aytdi. Yakunida biroz kinoya aralash savol bilan shunday deydi: "Bilmadim, u muxlisim mendan nimani kutdi? O'rnimdan turib, quchoqlashib ko'rishishim kerakmidi?" deya fikr bildirdi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga xayrli kech. Sizlarga istoriya joylashimdan bir kichkina maqsadim bor. Oqshommi yo o'tgan kunmi Vanillada turmush o'rtog'im bilan ovqatlanib o'tirdik. Keyin bir qiz keldi. Shoxlabga "Assalomu alaykum" deb gulib salomlashdilar, ikki qiz edilar. Keyin men ovqat yeb o'tiradim. Orqama qarab "Assalomu alaykum, yaxshimisiz" dedim. "Meni siz o'xshatadilar" dedi. Keyin rahmat dedimdan keyin eldima qaradimdan ovqatimni yeyishda davom etdim. Turmush o'rtog'im ham salomlashdi, ular bilan "Assalomu alaykum" dedi. Keyin uyga kelib bir malim telefonimni Instagramda o'tirsam, shuncha kommentariy yozib beribdi menga. "Samimiy emas ekansan, men o'ylaganim emas ekansan, o'ta kibrli ekansan" deb meni o'ta shartli va o'ta hurmat talablik bilan yaxshi ko'radigan qiz ekan deb tushundim men. Chunki meni yaxshi ko'radi odam balki salom bersa deb qo'ysam ham yaxshi ko'raveradi deb his etaman-da. Chunki men shundayman. Aytajakim balki dum ko'pchilik inson menda haqiqatdan ham shu kibrni yo bo'lmasa samimiy emaslikni his etar. Yanada bilmadim, lekin menda kimni uni ko'rsa o'zini ko'ribdi deyman. Chunki meni ichimda birovga nisbatan desam bir yoqimsiz hislar yo bir boshqa narsa yo birovlarni bir tina amaslik yo salomni gissanga degan ichimdan bir narsa yo'q. Lekin bo'lgan taqdirda o'zim hammanam o'zini shaxsiy hayoti bo'ladi. Meni ideallashtirmanglar. Men ham sizlarga o'xshagan oddiy qizman. Turmush o'rtog'im bilan endi toza hayot boshladik. Masalan, endi toza deb baribir 9 oy oldi birgamiz biz уже yillar qaradina. Lekin hozir endi eng mazali, xushro'y vaqtlarimiz уже hazzetib o'zlarimiz o'tirib gaplashib yashasimiz keladigan vaqtida. Lekin bundan emas, baribir ham shuni bo'shaqat nazar yaxshilab salomlashish harakat edaman. Birga turib quchoqlashib ko'rishim kerakmadi, tushunmadim ish qilib. Va mendan ko'p narsa talab etib yaxshi ko'rmang, iltimos tajakman. Hozir atrofimizda ko'plagan odamlar, ko'plagan muxlislarimiz bor. Lekin balkim rostrimdan ham samimiy ham bo'lib bilmay qolarman kuni-kuniga. Lekin iloji boricha hamma bilan rasmga tushik desa rasmga tushish, masalan salomlashsa, yaxshilab ko'rishsa harakat etamiz iloji boricha qo'limizdan kelgancha. Lekin baribir ham bizlar ham oddiy xuddi sizlarni ichib bo'lsa shunday insonmiz. Hech bir sizlardan bir oyra bir onning joyimiz yo'q. To'shni shu Alloh yaratgan hamma qatorib
bəndəmiz bizərəm. Və məni doğru qəbul etəsilər də ümid etəmən, sizlərdən yaxşı görəmən. Məni şunçəki şərtsiz, borimcə yaxşı görən müxlislərim sizlərə Allah da rəhmət. Çünki sizlərin sevgiləriniz mən üçün dım qadırlı. Sizlər bu ikənsizlər ki, mən bağman. Mən sizlər bilən şaxla salayıbam. Sizlər bu məsələn, məsələn, heç kim danıydı, addi qızman. Sizlər bilən mən danıqlımam. Sizlər bilən mən həmməyə gərəkli mən. Həmmənizə kətdə rəhmət.